Mana mangallarimiz bitti. Kompleksimizni ham bitkizdik oxiri. Bu ishimiz Bo'stonliq tumanida bo'ldi. Chorvoqqa yaqin joyda. Pampeyskiy pech, ikkita o'choq va mangal. Bu yerda gaz plita joylashgan. Bu yerda esa ostrov, рабочий stol. Shu stullarni endi barniy stoyka qo'ysa ham bo'ladi, barniy stoyka qilib. Yonishini ko'ryapsizlar buni. Bemalol. Ishlashlari zo'r. Shunaqa ishlar kim qildirmoqchi bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishi mumkin. Raqamlarimizni ekranlar pastiga qoldiramiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bizni YouTube'da, Instagram'da, Telegram'da bemalol kuzatishingiz mumkin. Hali bu yerda yana bezagandan keyin bundan ham chiroyli ochiladi inshaalloh. Uni yonishini qaranglar.